Atlantis'ning nurg'un sirlari ichida kishini eng afsuslantirgani yo'qolib ketgan yadroliq g'eza xotirasi. Atlantis rivoyati hozirgacha 9 ming yildan oshgan bo'lib, navbatda insonlar tekshirib ko'riladigan eng burungi yozma xotira qadimgi Yunon filasufi Aflatunning Timeo qissasi va Kristiyas qissasini kelgan. Bu ikki parcha suhbat xotirasida Aflatun Atlantisning shonliq manzarasini tafsiliy tasvirlagan. Oldin qator turgan texnikaga ega. Davlat kuchi qudrat topgan darajadan tashqari imperiya eng oxirida tuyuqsiz yubagan osmon zamin viloyatida o'zlik islohlar bo'lgan. Kristiyas qissasi tekstlarning to'liq saqlanmaganligini bildirganlar oz bo'lib, bu qissa bir jumla so'zning o'tirisida jimjil to'xtab qolgan. Kitob xotirlanishicha, Zeus barliq ilohlarni yig'ib Atlantisni sotlashga tayyorlik qilgan. Bu barliq ilohlarni bir yerga yig'gandan keyin mundaq degan: tekist shu yerga kelganda oxiri chiqmagan. Uzoqdan buyon kishilar umumiylik holda Aflatun bu asarni bitkizmagan deb qarab kelgan. Lekin bu qarashda nurg'un nuqsonlar bor. Aflatun Kristiyas qissasini yozib bo'lgandan keyin yana 10 necha yil xotirjam yashagan. Yana jami 12 tomlik katta asari Qonun qissasini tamomlagan. Hargizmi bir muhim asarni yarim yo'lda qo'yib qo'yish mumkin emas edi. Bular emas. Hozirga saqlanib qolgan Kristiyas qissasi qo'mish qog'ozda ko'chirilgan qo'lyozma bo'lib, qo'mish qog'oz qadimgi Yunonda faqat eng oxirgi bekitilgan nusxani ko'chirishga ishlatiladi. Dastlab original umumiylik mom taxtga yoziladi. Bu bizning bugungi kunda ko'rganimizning Aflatunning mukammal bekitilgan nusxasi bo'lib, hargizmi tamomlanmagan original emasligidan darak berdi. Birdan bir muvofiq tushuntirish shuki, tekstning oxiri ming yillik varislik qilish davomida uzilib yo'qolib ketgan. Akademik klassik kitoblar butunlay odam kuchi bilan ko'chirilib, yo'g'im kitob shaklida saqlanib qolgan bo'lib, yo'g'im kitoblarning oxirgi bit ajrab ketsa, buzilib ketsa, yadroliq mazmun mangu yo'qolgan bo'ladi. Texnik muhimi, Kristiyas qissasi yozilgandan keyingi 500 yilga yaqin vaqtda hech qanday qadimiy olim bu asarning tamomlanmaganligini tilganmagan. Hech kim uning mazmunining kamtik ekanligini gumonlanmagan. Bu asl nusxadagi tekstning mukammal kamtik emasligini, keyingi davrlarda taqilish jarayonida oxirining yo'qolib ketganligini to'liq isbotlab berdi. Tekstdagi yana bir ochqichlik yo'shin ishorat mazmunning kamchilik ekanligini dalillagan. Aflatun Afina bilan Atlantisning oxirgi jangini tafsil bayon qilishga aniq va'da bergan. Bu maydon urushining xotirasi Misr ibodatxonalaridagi qadimiy hujjatlardan kelgan bo'lib, Aflatunning ajdodi Solon o'z kuchi bilan guvoh bo'lgan, xotirlab saqlagan. Lekin hozir saqlanib qolgan tekstda uzoq vaqt davomlashgan bu tangbasiz cho'ng urushning qilch izlari yo'q. Jang maydon tasviri yo'q. Ikki armiyaning tirkishi va oxir qalqul jang yo'q. Faqat tuyuqsiz oxirlashgan bo'shliq qolgan. Ilm sohasining farziga asoslanganda Aflatun aslida Atlantis haqida 3 qissa ijod qilishni planlagan. Birinchi bölümü Timeo qissasida olimning manbasi tushuntirilib, tunji qatim Atlantis rivoyati o'tirib qo'yilgan. Ikkinchi bölümü Kristiyas qissasida Atlantisning gullangan obodligi va tadrijiy chirikishi xotirlangan. Uchinchi bölümning ismi Helmokrat qissasi bo'lib, Atlantisning oxirgi vayron bo'lish jarayoni hamda uning to'g'ri jug'rafiyalik o'rni qatorliq yadrolik tepishi maxsus bayon qilingan. Afsuslanarli shuki, 3-chi asar tarixning uzun yaqinida uzilib g'oyib bo'lgan. Hech qanday ko'chirilgan nusxasi yoki pashparat asarda saqlanib qolmagan. Agar Kristiyas qissasining to'liq oxiri bilan Helmokrat qissasi yo'qolib ketmagan bo'lsa, insonlar balkim Atlantisning barliq sirlarini allaqachon yechib bo'lgan bo'ladi. Bugungi kun kelganda yo'qolib ketgan bu yeziqlar balkim yana ma'lum bir joydagi tashlandiq kutubxona, o'shirin o'nkir, chang-tuzan qolgan yiroq qadimiy xarobalar ichida kishilarning qiyisini kutib bo'lgan bo'lishi mumkin. Atlantisning oxirgi manbasini izlaganda yepuchi eng oxirida qadimgi Misrga berib taqildi.